xitoy tilidan tarjima qilinganda hayot ildizi deb turib ta'rif berilgan bu qizil jinshen haqida sizlarga ma'lumot beraman va mana shunday tayyorlanib iste'mol qilishingizni ko'rsatib o'tib, demak birgalikda qizil jinshen haqida ma'lumot olamiz. Tabiiy jinshenni qanday aniqlaymiz? Qadimda jinshen iste'molga 6 yilda tayyor bo'lgan bo'lsa, hozirda zamon rivojlanishi, texnologiyani tez fursatda rivojlanishi natijasida 6 yil kutishga hojat yo'q. 4 yilda tayyor bo'lyapti. Atomiy jinshenlari hozirda 4 yilda tayyor bo'layotgan mahsulot hisoblanadi. Jinshenlar aslida 30%, 40% ni namlik tashkil qiladi. Atomiy jinshenining kelib chiqish tarixiga to'xtaladigan bo'lsak, Shin Myon Ton doktor yaratgan mana shu 30%, 40% namlikni ketkazib, kukun holatiga keltirib tayyorlanadi. Shuning uchun ham inson salomatligi uchun kerakli bo'lgan ginson-izitlar miqdori ko'p va baland. Namlik bo'yicha tayyorlangan jinshenlarni uzoq vaqt davomida saqlashning imkoni yo'q. Idish ochilgandan keyin tez iste'mol qilish kerak bo'ladi. Bo'lmasam, u o'z xususiyatini yo'qotadi. Atomiy qizil jinshenlar esa aynan kunlik doza, kunlik iste'mollarga belgilab alohida stiklarda qadoqlangan. Koreya tomonidan tekshiruvdan o'tganlik haqida patent va sertifikatlariga ega. Koreyaning ilg'or texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan 2008-yil bu texnologiya Koreyada maxsus guvohnomasini olgan. Yagona ishlab chiqarish texnologiyasi faqat atomiy jinshenlariga taalluqli desak bo'ladi. Kompaniyaga qarashli tadqiqot instituti asos solinganligi haqida ma'lumotni juda ko'pchilik bilsa kerak. Dunyoda birinchi bo'lib donachali jinshenlar atomiyda tayyorlanib asos solingan. Inson hayoti uchun barcha organlarning salomatligi muhim. Qizil jinshenning ham bizning hayotimizda sog'liq uchun foydasi juda katta. Xotira, charchoq, immunitet, qon aylanish, antioksidant ekanligini barchamiz bilamiz. Buni birgina misolda ko'rishimiz mumkin. Birgina qon aylanishi normada emasligi buzilishi natijasida juda katta tanamizda kasalliklar paydo bo'lishi mumkin. Shu sababli ham jinshenning hayotning ildizi deb ta'riflanishi bejizga emas. Sog'liq uchun kerakli mahsulotning eng avvalo tarkibiga diqqatni qaratish kerak. Uning narxiga emas. 100% lik donachali qizil jinshenlarimiz insonlar salomatligi uchun xavfsiz hamda foydali.